Ustoz, bu avtomat Lacetti ekan. Shuni qop-qora jentira qilishga qancha rasxod ketadi? Bir tanishtirib keting, hamma obunachilar so'rayapti. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, ko'rib turganlaringiz 2010-yil, 2011-yil bilmayman ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi olib qo'yganmiz. Xudo xolasa shu mashinamizga idealni holat qilib, birdan jentira qilib taqlab, jentira ramaga, ya'ni qora ramaga terib, qop-qora qilib chiqishga qancha rasxod ketishi haqida bitta chiroyli video qilib beramiz. Ko'rib turganlaringiz mana bu jentiramiz, Lacetti'miz. Mana salon qismlari aerobaglari o'tmagan, salon qismlari yaxshi turibdi, motor korobkalari butun turibdi. Shu mashinamizga yangi rama ham olib kelganmiz. Xudo xolasa rama narxini ham aytib ketamiz va qanchaga tushishi haqida bitta chiroyli video qilib beramiz. Hozir ramani ham narxini, ramani ham ko'rsatib o'tamiz. Bizda qor amajida shunday bo'lsa kerak. Xo'p, demak ketdik. Mana bu qora ramamiz, yangi rama bu. 2025-yil ko'zib, ya'ni endi ko'pchilik aytishi mumkin, jentira 23 ta to'xtagan deb, 23 ta to'xtagan bilan ko'zib chiqyapti. Mashina to'xtagan, lekin ko'zib chiqyapti. Ya'ni bu rama suyagi deyiladi. Detallarsiz kapot, kirlo eshiklari bo'lmaydi. Mana shu holatda yangi narsani biz hozir qancha bo'ldi? $1050 ga tushib kelishi bilan bo'ldi. Ya'ni evakuator xizmatlar bilan $1050 ga shu ramamiz lukli rama tushib keldi. Xudo xolasa shuni idealni holatga terib, hurmatli kanalimiz a'zolari, xudo xolasa 2019-yilda ishlab chiqarilgan bir avtomat jentira olib kelamiz. Shu mashinamizni chiroyli qilib ramaga terib, mashinani chiroyli holatga, idealni holatga olib kelamiz. Mashinamiz shu holatda $5,500 ga sotganmiz. Mashinani olib kelishi, dokumenti, hozir gazlarimiz yo'q, shuni evaziga ancha qimmat bo'lib ketdi. Pashti mashinamiz bizga $6,000 dan ham plus-minus $6,000 da turibdi. Xudo xolasa shu mashinamizga chiroyli ramaga terib, detallarni o'tkazib beramiz. Demak, bugungi mavzumiz jentira urilganda ramaga tersa qanchaga tushishi haqida chiroyli video qilib beramiz. Siz Jalol Servis kanaliga kuzatyapsiz, bizni kuzatib boring. Motor korobkasi butun, mashina zavodib turgan holatda. Xudo xolasa shogirdlarimiz mana polni shumazlatsaga tushgan. Pashti shumazlatsamiz bitib qoldi, tomlarigacha, stoykalargacha hamma tomoni bo'lyapti. Lukichyapsizlarmi? Shogirdlar xudo xolasa mana hujjatda. Pechanechat. Ana lukich jarayoni. Mashinamiz xudo xolasa balolar aylanmaydi, domkrat bilan motor tushirib olib kiramiz. Bular yana ozgina ketsin, qaydan bo'ladi hali? Ketaversin. Bo'ldi. Mana siz uzilganmi? Buni nimasi qolib ketgan yo'qmi? Qarab chiqdingmi? Jentiralarimizni ko'ryapsiz, qadag'achaslarni qanchalik darajada loy raso bo'lib ketgan. Baklarimizgacha raso bo'lib ketgan. Sammoykadamiz chiroyli qilib yuvib, akkuratni qilib qo'yamiz.
olib kelaver. Asta. Bunga tegmas, achchiq tegmas. Ko'tarish kerakmi? Vasiyatda jintra bo'layotgan mashinamizning orqa balkalarini qo'yib olyapmiz. Orqa balkalar yangi bo'lyapti. Amortizatorlargacha yangi qo'yildi, xudo xolasa. Mashinamiz o'zi torpedalarigacha terilib. Bugun o'zi necha bugun? Bugun 30 bo'lsa 28-kun boshlangan mashina 2 kun ichida bo'lgan ishlar. Xudo xolasa shu bugun motorini intiqamiz mashinani. Lasetti avtomashinamiz qora jintra bo'lib ramaga terganda qanchaga tushish haqida chiroyli video qilib beramiz. Polni shumka shumazlatsiya bilan terilyapti mashina. Bu yerda hozir mana bitta jintramiz ham bor. Xudo xolasa bu ham ramaga terilyapti. Jintra avtomashinasi buni ham pol namozi shumka qilib, chorlikda shumka ishini boshlayapmiz. Taklardan shumka qilib ish boshlangan. Plus motorlargacha qo'yib oldik. Ikkita mashina ham 28-kuni kelgan. Mana o'sha bugun 30 bo'lsa 2 kunda ikkita mashinamiz o'sha qadovoychaslari o'tkazilib, motorlarigacha uстановка qilindi. Qancha vaqtda ketadi, qancha narxga tushadi, nima bo'ladi, nima qiladi haqida chiroyli video qilib beramiz. Siz Jalol avto servis kanalini kuzatyapsiz. Shunaqa qattiq urgan DTP bo'lgan yonib ketgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Qoldirgan $100 hadyamiz bor, biz kuzatib boring. Islohonamizda bo'ladigan ishlar mana YouTube kanalida bir video chiqarganimiz bo'ldi, birda общий attitude video qilib beramiz. Demak, mana shu kuzovimiz o'tyapti hozir. Bir Neva olib qolganmiz, mana Neva 2022-yilda ishlab chiqarilgan Attitude kapitalniy kraska bo'lyapti. Xudo xolasa shuning videosini chiqaramiz. YouTube'dagi muxlislarimiz zerikib qolmasligi uchun chiroyli video qilyapmiz. Damas chop kelganmiz, xudo xolasa bu damazimizni kesib labo qilamiz. Mana bu damazimizga yangi kuzov qo'yib beramiz. Bu yerda bitta jintramiz bor mana. Oldidan DTP bo'lgan, xudo xolasa u mashinamizni ham idealni qilib videolarni chiqarib beramiz. Qora ayni Lasetti jintra bo'layotgan mashinamizni ham motorini tiqolyapmiz. Uch tomoniga qara. Asta. Motor ko'tarish kerak. Okay. Xudo xolasa mana bu Lasetti jintra bo'ladigan mashinamiz, ya'ni qora ramaga terilib jintra qilinayotgan mashinamiz o'zi podgonka ishlari ketyapti. Mana orqa eshiklarini mana skuterda to'g'rilib, idealni holatga olib kelib chiroyli qilib malyarni ishlar ketyapti. Mana bu tarafda ham mana orqa eshik o'ziniki o'tgan. Buni ham mana skuter apparatimiz bilan chiroyli qilib tortib teksa olyapmiz. Mana bu qora eshik, rabochiy qora eshik olib keldik, original. Mana shu joychasida valnachasi bor ekan, xudo xolasa shuni hozir podgonkasini qilib, oldidan terib chiroyli holatga olib kelyapmiz. Mashina ko'rganingiz polni shumazlasa torpedalargacha o'rnatildi, motorlargacha o'rnatib qo'yildi. Xudo xolasa malyarni ish qoldi, kraska qilib bitta terish qoldi. Bugun necha? 2-fevral kuni. 28-yanvarda ish boshlangan. Xudo xolasa Lasetti jintra bo'layotgan mashinamiz detallari qora kraskadan chiqyapti, setilyapti. Mana jo'q ishlar. Xolasa qora jintramizga kapot qo'yilyapti. Xolasa orqa bagajimiz qo'yilyapti. Qora bultuq mana.
Hurmatli kanalimiz a'zolari, xudo xolasa mashinchamiz past tayyor bo'lib qoldi. Hozir birinchi etap polirovkamiz o'tildi. Uje bunga ko'rdingiz, kapotlarni kirlolar radni qo'yib yubordik. Bitta mana shu eshigida kraska bo'ldik. Kraskani ham rangi farq qilgan hech qanaqa. Xudo xolasa mashinchamiz pasti tayyor. Optira stopchalar, hamma tomoni zadni kameralar, monitor, tonirovka, ruxsatnoma, hamma narsasi bor. Xudo xolasa oldiga solni zashtni qilamiz, orqasiga tonirovka qilib, mashinchani chiroyli holatda sotuvga chiqaramiz. Mashinchamiz pasti tayyor. Salon qismlarini ham ko'rasizlar. Salon qismlari ham akkuratni holatda ximchiskalari bilan bo'layapti. Monitorlar bor, start zamoklar bor, Mersroll. Mashinchamiz chiroyli holatga keldi. Birinchi etap polirovkalarimiz o'tib bo'ldi. Endi ikkinchi etap polirovkalarimiz bilan xudo xolasa biz kuzatib boramiz. Shuna xizmatlar kerak bo'lganmiz, aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat. Xolasa mashinchamiz tirjanlarga ketadi. Mana faralar qotirildi, uстановка bo'ldi. Bitta elektrga uzilasa. Va polni 3 metallik najdak bilan o'tganmiz. Shu kraskadan tushgan changlar olish uchun. Mana bu detallari radni turibdi. Osidinalar qo'yyapti. Xudo xolasa bola tozalab, chotki qilib yig'ishlar ketyapti. Gentrablek avtomashinamizga ikkita yangi amortizator qo'yilyapti. Xudo xolasa mana o'zini amortizatori. Oldi qismidan o'da yemaganda bu ko'rgandingiz, prosta oldindan o'zi ishlamay yurgan. Mana ko'rganingizdek, kirsa qaytib chiqmaydi amortizator shu bilan. Qoldi bo'ldi. Ishlaydigan amortizator qaytib chiqadi. Nastoba xudo xolasa chiroyli qilib qo'yib. Mashina past tayyor bo'ldi. Olib ketish kerak endi. O chalib ketganda qara. Ochishga balo bormish be. Tayyor bo'ldimi? Albatta. Bu ikkita bir xil boshlangan Gentra. Bittasi oq, bittasi qora. Bu yangi ramaga terilgan, a? Bu Lacetti Gentra bo'lganda. Lacetti Gentra yangi ramaga terildi. Xudo xolasa, buni narx-navolari bilan, bunisini ham narx-navolari bilan bitta tushuntirib o'tsangiz yaxshi bo'ladi. Albatta. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Siz Jalolovda servis kanalini kuzatyapsiz. Xudo xolasa ikkita mashinchamiz ham tayyor bo'ldi. Bu Gentramiz shu holatda, avariyaning holatida boshda video qilib berganmiz. Mana shuna ramalarga qo'yildi. Polni ramaga terib chiqildi. Bunga bittagina mana shu eshikchamiz almashib, kraska bo'ldi. Qolganlar radnoy detal qo'yildi. Mashinamizda hozir bitta shu oldi shofyor eshigida va orqa bagajida kraskasi bor xolos. Qolgan joyi top-toza holatda Luboy stoga borib tekshirib olaverasizlar. Holatini ko'ryapsiz qanday darajada chiqqanini. Raman narxini aytib ketamiz. Raman narxi $1050 rama olingan. Bunisiga ham ikkalasiga ham $1050 rama narx olingan. Bu mashinamizga ofshir rasxodni aytamiz, polni shumizatsiya, tonirovkalari, ofshir va salon qismlarigacha to'liq video qilib beramiz. Qancha rasxod ketganligi haqida. Xo'p, rasxodlarimizni bir qator aytib ketaveramiz. Eshik oldi 1,5 millionga, salon qismlarini ko'ryapsiz. Salon qismlari akkuratni. Tanoqtorda Mersrollarigacha monitorlar o'rnatilgan. Mashina narx to'ligicha sotib yuboraveradi. O'zimizda mashina 6000 yo'q, $5800 ga olingan. Shu holatiga kelguncha mashinani $3000 sot bo'ldi. Ya'ni $8200 dokumentlar bilan $8500 da turibdi. Texpasport almashishi, shot spravkalar bilan ofshir bizga $8500 da turibdi. $9000 bo'lsa berib yuboraveradi mashina shu holatida. Endi buni rasxodini aytadigan bo'lsak, rasxodi bizga $3000 rasxod ketdi. Ramasi, mana radnoy detallar, luklari, mayda-chuyda polni shumizatsiya, elektrobronni, motoris hamma ishimizga ofshir ketgan rasxodi $3000 ketdi. Mana bu mashinamizga ham qora
ya'ni Lacetti deydi bu, jentra qilib ramaga terib ideal holatga olib kelishga bu mashinamizga 3,5 ming dollarcha rasxod ketdi. Sabab diska balonigacha, luklarigacha kulturni bo'lib almashib, chiroyli holatga kelguncha mana shu balonlarigacha mana 4 ta yangi mexki balon qo'yilgan. Bunisi mashinamizga ham, bunisi mashinamizga ham 4 ta yangi mexki baloncha qo'yilgan. Diskalarigacha akkuratlik qilingan. Xo'p, buni rasxodini aytdik. Hozir endi bir qator mashinani sirtini, zazorlarini ko'rsatib chiqamiz. Salon qismiga bitta e'tibor berib qo'yasiz. Salon qismlariga mana shu joylarigacha e'tibor berildi. Tablolarigacha terilgan, mana tablolarigacha terilib, akkuratli holatda mashinamiz yig'ilgan. Bu Lacetti Gentra mashinamiz. Demak, Lacetti'ni yangi ramaga tersak 3,5 ming dollarcha rasxod ketadi. Endi bu ko'p narsasi almashganning evaziga 3,5 ming dollar ketdi. Mehnat haqlari bilan obshiq hisob kitobini qilyapmiz. Ramani o'zi 1000 dollar, dokument paketi bilan 1100 dollar. Bunisi ham xuddi shu holatda. Kapotini shu ikkalasini hozir salon qismlari, zazorlarni hammasini ko'rsatamiz. Mana ketdik. Bir qator ketamiz. Fara, hablisopka, zazorni ko'rib olasizlar. Har doimgidek biz stik va zazorlarni birinchi o'ringa qo'yamiz. Mashinani ko'ryapsiz. Tagigacha bir xil stikda, bir xil zazorda ketgan. Orqa qismlari, mana bagajlarimiz, stollar o'tirishi, orqa bufer, zazorlarga bir qator e'tibor berib ko'rasizlar. Mana bu bagajimiz mana shu joyga ko'tarilgan. Ozgina tushirishimiz kerak. Buni hali kami bor edi, endi bitta videoga olaylik deb. Xo'p, mana ko'ryapsiz holatlari, zazorlari ideal holatda chiqqan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'layotgan bo'lsa, Tubatuning va Jalol avtoservisga murojaat qilaverasiz. Murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa mana mashinchamizni motorlarigacha, motorxonasigacha atido yig'ib chiqib, akkuratli holatga olib kelingan. Mana bu mashinamiz. Bu mashinamiz chiqqaniga o'zi necha kunda chiqdi bular? 28-da boshladik-da. Shunday. Bugun nechi? 24. Bugun 24 mashinamiz 20 kun ichida shu ikkita jentramiz yig'ib chiqildi. Sabab bir xil vaqtda bo'ldi. bir xil vaqtda, lekin bu mashinamiz o'zi bir 10 kun bo'lyapti chiqqaniga, bu o'zi Qashqadaryo, Surxondaryoga borib kelyapti o'zimiznikiligi uchun. Mana bu mashinamiz ham tayyor bo'lganiga 10 kun bo'lyapti. Xullas ikkita mashinamizga 15 kun ichida mana shu ikkita mashinani shu ramaga terib ideal holatga olib keldik. Holatini ko'ryapsiz. Buni ham zazorlarni, stiklarini ko'rsatib ketamiz. Bir qator xarajatlarni aytdik. Mehnat haqqiga keladigan bo'lsak, ikkalasini ham mehnat haqqi 10 million so'm bo'lgan. Elektrik, motoris, polna shumazilatsiya qilib berish hammasi ichida. Mana zazorchalarni ko'ryapsiz. Bir qator ko'rsatib ketaveramiz. Mashina o'ta tiniq chiqqan. Kapotini urur. Mana ko'ryapsiz, 1.8 avtomat Lacetti Gentra qilingan. Ko'rinishi 2023 da beradi. Salon qismi ham daji 23 da beradigan holatga olib kelganmiz mashina. Endi albatta ramaga terilgandan keyin birinchi o'rinda stik va zazorlar rol o'ynaydi. Stik va zazorlarga e'tibor bera olasizlar. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaveramiz. Qanaqa DTP bo'lgan, qattiq urilgan, yonib ketgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Topirgan 100 dollar hadyamiz bor. Siz Jalol avtoservis kanalini kuzatyapsiz. Bu shogirdimiz bo'ladi. Elektrik Tuba Tuning deb yozsangiz Telegramda, Instagramda, YouTube'dan endi ochib beramiz. Xudo xolasa Instagramda Tuba Tuning desangiz kelib chiqadi. Elektrik xizmatlarini polna shu bo'lamiz qilgan. Motorisimiz ham bor. Alohida ko'zib o'zimiz yig'amiz. Bizga kuzatib boring. Hammaga rahmat.